Assalomu alaykum, hurmatli kitobxo'mar qarindoshlar. Navbatda Böğür Totemi nomli romanning birinchi qismining davomini o'qishni boshlaymiz. Bilgi bovay o'zining jada etini Chenjenning eti bilan almashtirganda egarni almashtirmagan edi. U munchavala yo'g'on uzangini uningga qoldirishda xuddi u asqatadigan bugünkidek bir kunning bo'ldiganligini oldin ola faraz qilgandek edi. Lekin buvay eng boshda Chenjenga amdilatin ot minish o'rganganda uzangi cho'ng bo'lmasa, cheng dastigal bo'lmaydi. Navada otdan yiqilib ketadigan ish yuz bersa, kichik uzangidan putini chiqara olmay so'rilib qilib, bir bo'lsa zaxmilindi, bir bo'lsa dastilib o'lib ketadi degan edi. Demisimi bu uzangining og'zi keng, osti yumaloq edi. Odatdagi og'zi tor, tigi 4 chasa uzangilardan bir hassa yo'g'on, 2 hassa ig'irda qiladi. Böğürler heliqi ayg'oqchi böğürni saqlab turganda, otliq odam ularning oldiga kelib qoldi. Chenjen 2 putini uzangidan sharttada chiqarib, sal-pal egildida, uzangini tasmasi bilanla ko'tardi. 2 qo'liga birdan uzangini oldi. Hayat mamatliq, ya o'lim, ya ko'rim mushuninga bog'liq bo'lib qolgan edi. Chenjen toza tugilib turib, sharttada yantu bo'ldi va sig'dishib turgan böğürlarga qarab, jinning barcha vaqirdi. Orqadilla heliqi bir jup uzangini maydasigacha ko'tarib, bor kuchi bilan bir-biriga urdi. Atrof jaranglab ketdi. Po'lat uzangilardan relisga tekkan bo'lqining ovozidek guldir qaras ovoz chiqib, atrofni bir oldi. Quloqni pang qilib atgudek bir sado bu timtos yayloqni va ayni odamni teshib o'tadigan shamshardek böğürlar tarafga qarab uchdi. Temir tasakdan chiqadigan bu g'ayriy tabiiy ovoz böğürlar uchun tabiat dunyosidagi guldir ma'mudimi bakrak qo'rqinchli edi. U hatto yayloq böğürlari hammadan bak aymanadigan po'lat qopqonning qisqichidan chiqadigan ovozdanmi vahimalik edi. Chenjenning qo'lidagi uzangilardan uzilmay chiqayotgan jarang-jurungdan böğürlarning yuragi jig'ildab ketdi. Chenjen qo'lidagi uzangini yana bir necha qatim urgandan keyin böğürlar bo'ri shohining yetaklashida darhol orqaga burildi. Ular quloqlarini yopirib, beshini ichiga tiqqan peti tog'ning ichiga qarab quyundak chepib ketdi. Heliqi ayg'oqchi böğürmi vazifasidan voz kechib, cho'ng qo'shinga darhol yetishib olishga oldirdi. Chenjen o'zining ko'zlariga ishonmayli qolgan edi. Demisimi shuncha qo'rqinchliq, shuncha ko'p böğürning bir jup uzangidan qo'rqib chekinganligi g'alati ish edi. Mush asnoda Chenjenga yangidan jon kirgandek bo'ldi. U birda qo'ldagi uzangilarni bir-biriga ursa, yana birda yayloqdagi chorvachilarning bir-birini chaqirdigan cheg'idagi qo'l ishorati bo'yicha belaklarini pulanshitishga, orqasiga qarab mo'ng'ulcha so'z bilan "Chaqqan bu yoq kelinglar, böğürning hammasi mush yerda" deb vaqirashga boshladi. Ehtimol böğürlar mo'ng'ulcha gapni, mo'ng'ul ovchilarining qo'l harakatini tushunsa kerak. Ular o'zini dargumon qilib qo'ygan bu mo'ng'ul ovchining qo'rshavidan dakki-dukki ichida darhol ayrilgan bo'lsa-mu, lekin chechilib ketmay, ratlik yugurmoqda edi. Jon jakli bilan qechib ketayotgan böğürlarda yanala yayloq böğürlardagi qadimiy uyushqoqlik bilan qo'shin bo'lib mingish shakli borda qiladi. Hujumchi böğürlar sapning oldida, bo'ri shohi ularning kaynida, cho'ng böğürlar hammaning orqasida edi. Ularda terib bayram bo'lib ketadigan ahvol ko'rinmaydi. Chenjen hayron bo'lib yoqasini tutdi. Hash-pash tugicha orada böğürlarning qarsimi ko'rinmay qoldi. Tog' jilg'isida tuman bilan qor to'zindilaridan bo'lak hech narsa yo'q edi. Atrofni qorong'ulik qopladi. Chenjen texi o'zangini joyiga tushirib, putini sapmagan orada jada ot kerichidan ayrilgan o'qdak chepib ketdi va o'ziga tunishliq eng yaqin qo'nalg'iga qarab o'zini otdi. Chenjenning yoqasidan kirayotgan sovuq shamol badindagi tarni birdamdala muzdek qottirib etdi. Böğürlarning og'zidan omon qolgan Chenjen shu kundan boshlab yayloqdagi mo'ng'ul millatiga o'xshash tangriga sig'ingan bo'ldi.
Shundaqla uningga Mo'ng'ul yaylig'idagi bo'rilarga nisbatan o'ltas qopsa yodidan chiqmaydigan bir xil vahima, ayminish va mabdullik yamashdi. Mo'ng'ul bo'rilari yolg'iz uning ruhiga emas, balki uning ruhidagi biologiyalik qurilmalarga tirnoqini tekkizdi. Mo'ng'ul bo'rilarining jimisida mushunda g'oyat zo'r jalb qilish kuchi yoshirinib yotganmidi degan savol uni ko'p o'ylantirdi. Ko'rgil bo'lmaydigan, tutqilimi bo'lmaydigan, ham g'oyib, ham ching bu narsaning odamlar ma'naviy jihatdan cho'qinadigan shay'iy yoki ibtidoiy to'tim bo'lishi mumkin edi. Chunjin o'zining yayloqdagi millatlarning ruhiy dunyosiga qadam qo'yganligini tuyg'andek bo'ldi. U garchi tasodifiy yo'sinda bu darvozaning yo'chug'ini ochgan bo'lsa-mu, uning ko'z nuri va qiziqishi allaqachon uyning ichiga kirib bo'lgan edi. Keyingi 2 yil ichida Chunjin mundaq hayvatlik bo'ri kollektivini qayta uchratmadi. U kunduzlari qo'y biqib etib, nagan-naganda yiroqdan biror ishki bo'rini ko'rib qoladi. 10 chaqirim, hatto 100 chaqirim neriga borgandimi, eng ko'p bo'lganda 4-5 bo'rini ko'rib qoladi xolos. Lekin yolg'iz bo'ra yoki bo'rlar to'pi tarafidan bo'g'ib tashlangan qo'y, kala, ot deganlar uningga kunda degudak uchrab turadi. O'lgan qo'y kalalarning jasadi ba'zida 2-3, ba'zida 4-5 bo'ladi. Ba'zida ular kallak yetib ketgan chog'larmi bo'lib turadi. Chunjin chorvachilarning uyiga berib qolganda, ovchilar tutib olib so'yib olgan bo'ri terlarining xuddi bo'ri rasmi tushirilgan tovuq alamlardek egiz xodilarda lapangishib turganligini ko'rib qoladi. Bilgi bovay qarliq azgalda midir-sidir qilmagan peti do'ndagi jaranlarga va ularga borgan siri yaqinlab kelayotgan bo'rilarga sinchilab qaramoqda edi. U yana bir qitim Chunjinga pichirildi. Yana ozroq toqat qila. Ovchilikni o'g'inaman desang, oldi bilan toqat qilishni o'rganishing kerak. Bilgi bovay endi bo'lg'ashqa Chunjin o'zini tutib olgan edi. U kirpikidagi qetib qolgan qironi uvlab tushirib etib, bovayga ko'zini chimchish qilib qo'ydi. Durbunni chiqarib, yon tarafdagi do'ngda o'tlayotgan jaranlarga va bo'rilarning qo'rshoviga sap soldi. Bo'rilarda texcha hech qanday alomat ko'rinmaydi. U jada ot bilan bo'rilarning oshqitimliq qisqa oraliqdagi uchrashishidan keyin yayloqdagi odamlarning amaliyotda har sekund, har daqiqa degudak bo'rilarning yaqin oraliqdagi qo'rshovida turmush kechirdiganligini bilib yetgan edi. Demisimi, kunduzlari qo'y boqqanda Mo'ng'ul o'ylaridan chiqmayla bo'rilarning oppoq qor ustida qoldirgan yep-yangi izlarini ko'rgil bo'ladi. Do'ndagi o'tloqlarda bo'rilarning izi texmi ko'p bo'ladi. Anda-sanda kulrang oqush bo'ri moyoqlarimi uchrab qoladi. Har oqshimi, hatto yilning hamma kechasida bo'ri soyilarining arvohga o'xshash u yoqdan bu yoqqa o'tayotganligini ko'radi. Bo'libmi, qahraton qish fasli qo'y qo'tallaridan necha 10 metr yiroqlikda bo'rilarning ko'zi yeshil nur chiqarib paqiraydi. Ular oz bo'lganda 3-4 juftga, ko'p bo'lganda 10 necha juftga yetadi. U bir qitim Bilgi bovayning cho'ng kelini Gosimay bilan birlikda qo'l chiroqning yo'rig'ida 25 juft nurni sanab boqqan edi. İbtidai chorvachilikdagi lozimatlik narsalar partizanlik bilan shug'ullanadigan qo'shinninkiga o'xshash nihoyatda oddiy bo'ladi. Qish faslidagi qo'y qo'tallari, kalarvisi, cho'g'ish qaplik qasha va kigiz bilan yerim doira qilib yasalgan, shamoldan mudofaa qilsila bo'ladigan tomdan iborat bo'ladi. Ular shamolni to'sqini bilan bo'rilarni to'solmaydi. Qo'y qo'tallarining janub tarafdagi ochiq yeriga itlar bilan kechasi ko'zatchilik qiladigan ayollar mas'ul bo'ladi. Ba'zida bo'rilar qo'tonga etilib kirsa, bo'ri bilan itlar tutishib qolsa, bo'rining yoki itning badani Mo'ng'ul o'ylarining yon temiga so'qilib ketadi. Hatto uy ichida yon tomning tubida uxlayotganlarga tegib ketib, ularni uyg'otibmi o'tadi. Chunjin 2 qitim ash xilda uyg'onib ketgan edi. Agar yon tom bo'lmagan bo'lsa, bo'rining uning quchqig'iga tushishi turg'anli gap edi.
İptidai chorvachilik holatida yashayotgan bu kishilarning yayloq bo'rilari bilan bo'lgan orliqi ba'zida 2 qat kigizdimi yaqin bo'lib qoladi. Lekin Chunjin hozirga qadar bo'ri bilan bevosita tutishib qoladigan fursatga erishmadi. Mo'ng'ul yayloqlaridagi kechilik jangga intayin mahir bu bo'rilar pan-farosat jihatda Shimoliy Jungo tuzlanligidagi partizanlarga qaraganda mutlaq ustunlikka ega edi. Hadisla bo'rilar paydo bo'lib qolgan oqshomlari Chunjin o'zini sagakrak tutishga tirishadi. Gosimayga kechilik kuzatchilikka chiqqan chog'da navoda bo'rilar qo'ylarga hujum qilgudek ahvol yuz bersa, darhol o'zini to'g'lab qo'yishni topilaydi. Hamda uningga yordamlashib bo'rilarni qochirib o'talaydiganligini bildiradi. Bunday chog'larda Belgi bovay o'chki saqilni silab turib, bo'riga bunchavala qiziqadigan Xanzuni azaldan ko'rmabdiganman deb kulib qo'yadi. Bovay Beyjonlik o'quvchi Chunjindagi mundaq favqulodda orzu-havasdan rozi edi. Chunjin yayloqqa kelgan birinchi yilining qish faslidagi shivirg'anliq bir kechida bo'ri bilan it o'ttirsidagi qahrlik jangni chiroqning yo'riqida turib yaqin orliqdan kuzatishga oqibat muyassar bo'ldi. Chunjin, Chunjin! Chunjin shu kuni yarim kechida Gosimayning hosirab hömidab to'lishi va bo'rining ho'lishi itning qovushidan darhol uyg'ondi. Aldirab tinab peymisini kiydi, juvasini yepindi. U qo'l chiroq bilan kaltakni ilib, kigiz uydan etilib chiqishi bilan tang 2 puti lag'ildab titrab ketdi. Qor to'zindilari qalaymaqan uchayotgan chiroq yo'riqida u Gosimayning cho'ng bir bo'rining quyruqidan tutib tortayotganligini ko'rdi. Bu bo'ra beshidan quyrug'igacha Alloh azal Qur'oniga yetgan odamning uzunligidek cho'ng edi. Gosimay bo'lsa bir-biriga yaqin sig'dilib turib olgan qo'ylarning ichidan bo'rini sirtqa tortmoqda edi. Bo'ri ha deb beshini qayrib, uni tishlashga urinadi. Qo'rqib yurgi chiqib ketay deb qolgan kalva qo'ylar bir yanda bo'ridan qo'rqsa, bir yanda bo'rondan qo'rqib, mudofaa temining orqasidagi pobnishib olgan qo'ylar tarafga jinning boricha o'zini uradi. Tuyoqlari ostidagi qorni chingdaydi. U yerdan odamning ho'b o'g'is kelgudek sesiq puroq ko'tariladi. Bo'rining gavdasimi qisilib, midirlay olmas holatga borgan edi. U kuchayib turib, oyog'i ostidagi yerni tatlaydi. Oldiga etilib, so'yu tishlarini chiqaradi. Gosimay bilan arg'amchi tortishgandek tortishadi. Qo'ylarning orasidan chiqib, qaytirma hujumga o'tishga urinadi. Chunjin yiqilib, müdürib degidek oldiga yugurdi. Lekin u nima qilishini bilmaydi. Gosimayning kanidagi 2 it o'zlarini to'sib olgan qo'ylardan o'tolmay, behuda avora bo'lmoqda. Kuchining boricha qavab, bo'rining hayvasini besishga urinmoqda edi. Belgi bovayning uyidagi qolgan 5-6 yomon it qo'shnilarning uyidagi itlar bilan billa qo'tanning sharqidagi bo'rilar bilan elishmoqda edi. İtlarning qavishi, qangshishlari, g'ingshishlari yer zaminni zilzilaga keltirdi. Chunjinning Gosimayga shuncha yordam bergisi kelgan bo'lsa-mu, pochoqlari titrab, putini bir qadam yo'tkalmadi. Uning tirik bo'rini o'z qo'lim bilan silab boqsam degan orzulari qo'rqinish va vahima ichida muzlab ketib qoldi. Gosimay Chunjinni rostli yordamga kelib qolmag'iydi deb ansirab, "Yaqin kelma, bo'ldi qil, seni bo'ri tishlayapmisin. Qo'ylarni bir tarafga haydivat, itlar kelsin" deb vaqirdi. Gosimay orqasiga tirajab turib, bo'rining quyrug'ini texmi kuchab tatqiltirdi. Bosh ko'zidan shu qarab tar qo'yildi. U 2 qo'li bilan bo'rining quyrug'ini egizrak ko'tarib edi. Og'riq azobiga chidamagan bo'ra qon temib turadigan og'zini hangyodak ichib, so'g'uq havoni so'mirishga aran ulgurdi. Shu topda uning shartda kayniga qayrilib, o'zini qiynayotgan bu ayolni qiymi-chiymi qilib keldi. U endi davomliq oldiga etilaverishning oqmaydiganligini bildi bo'lg'ay, biroqli kayniga chekinib, badanining yermini qayribla Gosimayga eg'iz soldi. Jartida qilgan ovoz bilan tang juvining yerim peshi bo'rining og'ziga chiqdi. Gosimayning mo'ng'ullarga xos qisiq ko'zlaridan analardilla buldigan g'alati bir nur chaqnadi. U darg'azabga kelib, bo'rining quyrug'ini texmi ching tutdi. Ondan kayniga bir qadam yenib, bo'rini yangi boshdan to'ptiz holatga keltirdi va uni itlar bor tarafga tortishga boshladi.
Ana! Nədindir bir kichik balaning chiyqiraq ovozi yetib keldi. Gasmayning 9 yoshga kirgan o'g'li Bayar kigiz uydan yugurib chiqib, ko'z oldidagi bu ishni ko'rganda, uning ovozi o'zgarib ketgan edi. Lekin u darhol onasi turgan tarafga qarab etildi. Qo'ylarning dumbisidan xuddi yog'och otning ustidan o'tgandek taxlab o'tib, birdamdala onasining yoniga bordi-da, bo'rining quyrug'iga qo'lini uzatdi. "Putini tut, putini!" deb to'lidi Gasmay. Bayar aldirab tinab bo'rining kayni putidan birini ikki qo'llab qamollab oldi. U bo'rining putini shundoq kuchab tortdiki, bo'rining oldi tarafga yo'l qo'nishi biroqla ojizladi. Nimani qilgan bilan ona bola ikkalan bo'rini timtos to'xtatdi. Qonalg'ining sharqiy tarafidagi ishlar kangshib, qavob bo'rilar bilan davomli elishyotdi. Bo'rilar bo'lsa, u yandan shapi berib qo'yib, bu yandan hujum qilish odati bo'yicha qo'tonga kirib ketgan bo'rilarning hujumini yoki chekinib chiqishini muhofazat qilish uchun itlarning asosiy kuchini o'ziga qaratmoqda edi. Qo'ylarning g'arbiy tarafdagi mudofaa liniyasi ona bola ikkalanning qaysarlik bilan ching turishi qarab qolgan edi. Bu bo'rining bir qism qo'ylarni qo'tonning g'arbidan sirtdagi bo'rilarning oldiga chiqarib berishiga yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Bilgi bovaymo qo'ylarning yendi paydo bo'ldi. U bir yoqdan qo'ylarni haydab, bir yoqdan sharq tarafga qarab turib, "Boris! Boris!" deb tovlashga boshladi. Borisning ma'nosi Mo'ng'ulcha yo'lvoz degan so'z bo'lib, Boris otliq bu it atrofdagi eng yo'g'on, eng jasur, badinda zongzu itlarning qini bor, maxsus bo'ri oladigan ish dedi. Basti garchi odatdagi cho'ng bo'rilardek yo'g'on bo'lmasa-mu, lekin bo'yining egizligi, ko'krikining kengligi bo'rilardan eshib tushadi. Egisining unini anglagan Boris ilishishdan bo'shinib, bovayning yeniga ushqandek yetib keldi. Uning eg'iz burnidan bo'rining qini purab turadi. Bovay Chinjinning qo'lidagi qo'lchiroqni elib, uning yo'rig'ini qo'ylarning o'ttirsidagi heliqi bo'riga qaratdi. Boris beshini bir silkib etib, xuddi vazifasini ado qilolmagan qo'g'dug'ichidak shumshaydi. Ondan alpozini buzgan peti qo'ylarning dumbisiga sakrab chiqdi. Ularning boshlariga dassab, goh yiqilib, goh o'milab bo'riga yaqinlashdi va o'zini uningga tashladi. Bovay Chinjinga "Qo'ylarni bo'ri tarafga hayda, bo'rini orig'a ilib qistab tursin, bo'rini qochirib qo'ymayli" deb vaqirdi. Arqadalar Chinjinning qo'lini tortib, qo'ylarni surgan holda bo'ri bilan Gasmay tarafga qarab mangdi. Darg'azab bo'lgan Boris og'zi burnidan hur va qonning purqini po'qirtib, aron tasda Gasmayning yeniga bordi. Lekin bo'rining to'rt tarafi bir-birini qistab tinolmay qilayotgan qo'ylar bilan qapsalgan edi. Mo'ng'ul yayliqidagi ov ishtlari bo'rining dumbisini yoki boshqa yerini tishlab, uning terisini buzib o'tishga bo'lmaydiganligini obdan biladi. Mushu vajiga ko'ra, Boris og'ziga chiqadigan yerni topolmay tit-tit bo'lib g'ingshib ketdi. Gasmay Borisning kelganligini ko'rib, shartida yonga o'tdi-da, putini sal-pal ko'tardi. Bo'rining uzun quyrug'ini ikki qo'li bilan ching tutdi. Tizini tirab turib, bor ovozi bilan birni tovlab, jimi kuchini ikki belkiga yig'di. Shu asnoda xuddi daraxtning shexini sundirgan chog'dagidek qaras qilgan ovoz bilan tang bo'rining quyrug'ini uning so'ngigidan uzib etdi. Bo'ri ichinishda g'ingshib ketdi. Og'riq chidimida bo'g'ay, to'rt puti lassida bo'lib qoldi. Gasmay ana bola ikkalan bo'rini qo'ylarning ichidan tortib chiqardi. Bo'ri kesili tutib qolgandek tortishmoqda edi. U zaxmlangan yerni ko'rib boqqisi kelgandek beshini kayniga qayridi. Boris mushu fursatni kutib turgandek kopli qilib uning bo'g'ziga eg'iz soldi. Bo'rining tepchaklashlari, kuchab beqishlari bilan kori bo'lmay, bo'rining beshi va maydasini ikki puti bilan yerga toza niqtidi. Bo'rining tishlari kirishib, bo'yindagi qon tomiridan jirtildab qon chiqib turdi. U 1-2 minut asabiylarcha jon talashdi-da, ondan sunaylanib yetib qoldi. Qip-qizil tili tishlarining oraliqidan so'zilib chiqdi. Gasmay yuziga chechirgan qonni surtib o'tib, eg'ir tin oldi. Chinjinning nazarida uning to'nglab qip-qizil bo'lib ketgan yuzidagi bo'rining qini anglikka o'xshash yarashgan.
Gasimayning o'zimi shu topda Eradan burunqi ibtidoiy ayollardek yovvoyi, qo'rqimsiz va chiroyli bo'lib ketgan edi. O'lgan bo'rining badanidan chiqayotgan qonning purqi havoga tarqalishi bilan tang sharq tarafdagi ishchilarning g'avshishi birdilla jimib qoldi. Bo'rilarmi biri qanmay badar tikivatdi va qorong'ulik ichida tezlik bilan g'oyib bo'ldi. Hayal o'tmayla g'arbiy shimol tarafdagi o'tloqdan bo'rilarning ichinishda quvlagan ovozi anglandi. Ular o'zlarining bu navbatlik jangda o'lgan jangovar hamrohiga xeyli uzoqcha g'ozi ochdi. Men rostila to'g'ri yurak ko'rmaydigan narsa ekanman, deb ketdi Chenjen xijil bo'lib. Men yayloqdagi ishchilikmi bo'lolmaydi ekanman. Yayloqdagi ayollarg'imi 9 yoshlik bolag'imi yetolmaydi ekanman. Undaq emas. Gasimay beshin chayqab kulimsirdi. Agar sen kelib yordamlashmagan bo'lsang, qo'ylar allaqachon bo'rining og'ziga kirib bo'lgan bo'ladi. Sendek bir xanzu o'quvchining, dedi Bilgi bovaymi kulib turib. Qo'ylarni haydab, qo'l chirg'i yiqib beralganligini men hozirgacha ko'rib boqmagan. Chenjen nemili degan bilan eng oxirida o'lik bo'rining dumbisiga bo'lsa-mu qo'lini tekkizdi. U baya Gasimayga yordamlashib bo'rining quyruqidan tutishga jur'at qilolmaganligiga, bir xanzu butkul umrida biror qitim erishishimi tas bo'lgan, bo'ri bilan quruq qo'l tutishadigan fursatni qo'ldan berib qo'yganligiga pushaymon edi. Ulun yaylig'idagi bo'rilarning basti haqiqatan odamning qo'rqisi kelgudak yo'g'on edi. Ular ba'ayni yerda yotgan yo'nliq shimpanzining o'ziga o'xshaydi. O'zi yiqilsa-mu, hayvisi yiqilmaydigandek, faqatgina mas bo'lib yerda yetib qolgandek, helilo ho'kirab turib ketadigandek edi. Chenjen Borisning beshini silab turib, o'ziga g'ayrat berdida yerga zum o'ltirdi va bosh barmog'i bilan o'ttir barmog'ini so'zib, bo'rining uzunligini o'lchab ketdi. Bo'rining tumshug'idan quyrug'igacha 9 so'yam, ya'ni saq 1 metr 80 santimetr keldi. Bu Chenjenning bo'yidan bir necha santimetr uzun degan gap edi. Chenjen ulug' kichiktinib, o'ksinib qo'ydi. Bilgi bovay qo'lchiroq bilan qo'ylarni yo'ritdi. Bo'ri hammasi bo'lib 3-4 qo'yning simiz quyruqini qoq tuvidan cho'rtida uzib parchalab yevatgan edi. Qon bilan go'shtni farq qilg'il bo'lmaydi. Yerdagi qonmi muzlab qolgan edi. Moshunchilar quyruqqa yo'g'on bir bo'rini tegishgan bo'lsaq, dedi bovay. Ziyon tortmabdiq. Bovay Chenjen bilan billa bo'rining o'ligini aron tasta tog'ariga soldi. Qo'shnilarning uyidagi lalmishlarning dardini chiqarib olish uchun qalaymaqon ishlab terini buzib etishidan saqlanmasi bo'lmaydi. Chenjenga bo'rining olqini itning olqinidan cho'ng bilindi. U o'zining olqini bilan bo'rining olqinini tanglashtirib baxdi. 5 barmoqni hisoblamaganda bo'rining olqini odamning olqini bilan tang tugudak edi. Qaraganda bo'rining qorliq dalada yoki shig'il tashliq joylarda shunchalik mazmut yugurdiganligidan hayron qolmasim bo'g'idek. "Ata", dedi buvay. "Men sana bo'ri terisini qandoq so'yishni o'rgatib qo'yay." Gasimay tag'ardan yerimdas chiqadak go'shtni elib, Boris bilan boshqa ishlarning oldiga qo'yib berdi. Chenjen uning orqasidan agishib Borisning beshini, Kangning ustiga qo'yib qo'ydigan kichik shiraning cho'nig'ida kang dumbisini to'xtamay siladi. Boris og'zidagi sumaklarni g'orislatib chaynab turib, quyruqni shipangshitib, uningga minnatdorlik bildirdi. "Boya qo'rqdingizmi?" deb so'radi Chenjen Gasimaydan. Uning bu gapni bakmi so'rab boqqisi bor edi. "Qo'rqmamdigan." Gasimay kulib-etdi. "Qo'ylarning pitirab ketishidan qo'rqdim. Shunda bo'ldigan bo'lsa, nomerim yo'q bo'ldi emasmi? Uning ustiga men ishlab chiqarish guruhining boshlig'i. Qo'ylardan ayrilib qolsam, ni ot, ni nomus." Gasimay belini egib, Borisning beshiga urib qo'ydi. "Yaxshi Boris, obdan Boris." Boris yeyotgan go'shtini tashlab qo'yib, beshini ayol xo'jayinning qo'liga tutib berdi. Ondan tumshug'ini uning beqiniga tiqib, quyruqini ishpanshitdi. Shamol chiqqandek bo'ldi. Chenjen sovuq shamolda qo'rsqi ichib ketgan Borisning ayol xo'jayinning hissiyotidan bakrak rozi bo'lganligini his qildi. "Chenjen", dedi Gasimay.
Çağan ötkendan keyin men sana bir yaxshi küçük beray. İşni qandaq beqishmo bir hüne, obdan xabar alsang, cho'ng bo'lganda barisdak bo'ladi. Chunjin uningga to'xtamay rahmat aytdi. Chunjin uyga kirgan chog'dimi yuragi texi o'rniga tushmagan edi. Va boya men rostla baq qo'rqdim, dedi u. Shu chog'da qo'lini tutib beqibli bilgan edim, dedi Bilgi bovay. Lag'ildab titravasan qanday bo'ldi? Jangga qatnashib qolsang qilishni qanday tutsa? Yayloqda turib qilish uchun bo'rdimi yomon bo'lmasang bo'lmaydi. Bundan keyin men seni bo'ri ovlashga birga elib boray. Burun Chingizxon lashkar olsa, maxsus bo'ri bilan ilisha oladiganlarni tanlagan. Buningga ishonchim komil. Chunjin beshini langishdi. Agar Gosmay otga minib jangga chiqsa, cho'qim Xuamulandan eshib tushidi. Xuamulan Xanzularning qadimgi chog'lardagi eng dangliq ayol sonug'ini. Sizlar Xanzularning Xuamuladek odamlaringlar barmoq bilan sanug'dak oz. Bizning Mo'ng'ullardagi Gosmaydak ayollar haddi hisobsiz hamma uydan tepiladi. Bovay so'zlab bo'lib, bo'ri shohidak qaqoqlab kulibdi. Shundan boshlab Chunjin bo'rilarni yaqin orliqdan kuzatishni, ularga yaqinlashishni, ularni tadqiq qilib beqishni bag'an siri jiq o'ylaydigan bo'lib qoldi. Uning xiyolicha yayloq bo'rilari bilan yayloq odamlarning o'rtasida qandaqdir bir xil sirliq munosabat bordek qiladi. Faqat yayloq bo'rilarini oydinlashtirgandala, ondan bu sirliq Mo'ng'ul yayliqini va Mo'ng'ul yayliqidagi odamlarni tushungili bo'ladi. Halbuki Mo'ng'ul yayliqidagi bo'rilar buningdagi eng bilgili bo'lmaydigan, eng tilsim bir tuguch edi. Chunjin o'zida bo'rilarga nisbatan haqiqiy hissiyot va tuyg'ularning ko'proq bo'lishini orzu qildi. Hatto bo'rilarning ovisidan o'z qo'li bilan bir o'chum bo'ri kuchugini tepish, ko'rgili bo'ladigan, tutqilimi bo'ladigan yayloq bo'risidan birni o'z qo'li bilan beqib cho'ng qilish niyatiga keldi. Bu niyat uning kallasida paydo bo'lganda qo'rqib ketganimi rost. Atiyaz yaqin kelgan siri uning bo'ri kuchugiga bo'lgan taqozosi borgan siri kuchaymoqda edi. Bilgi bovay Olun yayliqidagi eng dangliq ovchi bo'lganiga qaramay, ovga nihoyat oz chiqadi. Ovga chiqqan taqdirdami faqat tulki ovlaydi. Bo'ri bilan uncha haplashmaydi. Bu 2 yil mobaynida odamlar madaniyat zo'r inqilobi bilan bo'lib ketib, yayloqdagi yerim chorvachilik, yerim ovchilik turmush shivirganda chechilib ketgan qo'y padasidek qalaymaqonlashib ketdi. Taki bu yil qish faslida top-top jarallar chegirdan o'tib, Olun yayliqiga kirgandilar, Bilgi bovay o'zining va'dasining yerimiga bo'lsimi amal qilib, Chunjinga bo'ri to'pi bilan yaqin orliqda darqam bo'la oladigan fursatni yaratib berdi. Lekin bu haqiqiy ma'nodagi bo'ri ovlash emas edi. Shundaqdimi, Chunjin bovayning ko'nglini va uning maqsadini obdal tushungan yerda edi. Chunjin bovayning o'zini jaynigi bilan no'qib qo'yib, do'ng tarafni imo qilayotganligini tuydi. U darhol durbunni qo'liga olib, uni qor bilan qoplangan do'ngga to'g'rildi. Top-top jarallar texchilar aldirash o'tlamoqda edi. U yo'g'on bir bo'rining qo'rshav doirasidan chekinib, g'arb tarafdagi toqqa qarab yugurib ketganligini ko'rib qoldi. Yurgi o'rnidan qo'zg'algandek bo'lib, bovayga pichirildi. Bo'rilarning jarallar bilan tutishqisi yo'qmi nima? Bizning yarim kun to'nglig'imiz bekor ketamda. Bo'rilar tasta qo'lga kelgan mundaq fursatdan oldirab voz kechmaydi, dedi bovay. Bu cho'qim bo'rilarning atamani jarallarning ko'pligini ko'rib, heliqi bo'rini qo'shin yo'tkashga avatgan gap. Mundaq fursatga 5-6 yildimi bir qatim yo'liqmoqdas. Qaraganda bo'rilarning nafsi kichik emasdek qiladi. Ular bir qatimliq cho'ng jangni qilmoqchi-g'u deyman. Bugun seni epkagini bekor ketmaydigan bo'ldi. Ozroq taqat qil. O'ning fursati taqatning kaynida. Qadrli kitob anglag'uvchi qarindoshlar, bugungi o'qishimiz shuning bilan oyoqlashdi. Davomiga keyin qatim quloq bergaysizlar. Salomatlik hammanglarga yor bo'lg'ay.